Menga bo'laveradi demang. Menga eng yaxshisiga loyiqman deng. O'zingizni ruhlantiring. Charchadim emas, biroz dam olishim kerak deng. Charchadim degan bo'ldi, hech narsa qilishni xohlamayman degan ma'noni anglatadi. O'zingiz uchun chegara qo'yib qo'yasiz. Aybdorman emas, bu menga tajriba bo'ldi. Shuning uchun to'g'ri xulosa chiqarishim kerak deng. Vaqtim yo'q emas, keyinroq bajaraman. Xohish bo'lsa vaqt topiladi deng. Harakat qilaman emas, bajara olaman. Chunki men o'zimga ishonaman deb ayting. Hammasi yaxshi deyish o'rniga menda hammasi zo'r. Shundagina sizda hammasi zo'r ekanligiga ishonasiz va hammasi zo'r bo'ladi deb ayting. Bilingki, o'zingiz ishonmagan narsaga atrofdagilarni ishontira olmaysiz. Shuning uchun o'zingizni ruhlantiring, o'rganing va ijobiy natijalarga erishing. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.